keldi. Yoshligimizda ko'proq nima yurganmiz? Yalang oyoq yurganmiz. Dalalarga chiqqanmiz. Har yalang oyoq yurganimizda oyog'imiz tagiga nimalar botgan? Toshlar botgan, to'g'rimi? O'sha hisobiga biz nima bo'lganmiz? Sog'lom bo'lganmiz. Hozirgi yoshlar o'sha oyoqda og'rig'i bor. Nima uchun? Chunki yalang oyoq yurmaydi. Mana shu mahsulotimiz qarang. O'zi poliuretan moddadan tashkil topgan. Ushlab ko'rsangiz mazza shu agar ozgina quchoqlab yotsangiz ham mazza qilasiz. Chunki nanotexnologiya bu mahsulotning tarkibida turmalina bor, oltin tolalari bor, mikroelementlar ekigan anion sistema bor. Anion sistemani, ya'ni elektron, отрицательный anion, mana bu televideniyalarda ham o'sha gapirilish boshlandi. Nima degani u narsa? Mama qoldiroq chaqqandan keyin, chaqmoq chaqqandan keyin havo qanday bo'ladi? Daryoni atrofida qanday dam olamiz? Toqqa chiqqanimizda qanday dam olamiz? Nima bor u yerda? Qo'shimcha biz uchun kerak bo'lgan nima dedi? Malham bor. Tushundingizmi? O'sha narsa mashina ichiga mo'ljallangan. Bo'lishi mumkin emas deyishinglar mumkin. Bu mo'jizakor. Yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Bu mahsulotni bozorda 50 mingga ham topishingiz mumkin. Xitoydan olib kelib sotishayotganlar ham bor. Lekin men gapirgan natija yo'q o'tdi. Birinchi asosiy vazifa, mana qarang. Oyoq kiyimda, kimni oyoq kiyimda supinatori bor? Bormi? Yo'q hozir. Nima degani supinator? Tushundingizmi? Supinator degani oyoqda mamlaqa joyida oyoq kiyimda oldin qattiq mamlaqa narsasi bo'lardi. Hozirgi oyoq kiyimlarda yo'q. Mana qaranglar. Nima beryapti bu? Amortizatsiya beryapti. Tushundingizmi? Buni kiyganingizda birinchi qiladigani bu supinator vazifasini bajarar ekan. Ikkinchisi, mana umurtqa pog'onangizni rostlayotgan. Gavdangizni, qaddi qomatingizni ko'tarar ekan. Umurtqa pog'onasini rostlash hisobiga mana umurtqa pog'onasi bilan bog'liq 80-90% kasalliklarning sababini yo'qotishga yordam berar ekan. Sababi, mana bu 12 ta tochkamiz bor, bizning 12 ta organimiz. Og'irlik tushgandan keyin mana shu organlarimiz hammasi oyoq ikkinchi yurak bo'lib qoladi. O'sha har bir organimizning boshlang'ich nuqtasi oyoqda bo'ladi. Bosim tushdi, mana bosim tushgandan keyin mana shu nuqtalar bo'yicha bir xil taqsimlanishi natijasida oyog'imiz tagidagi tochkalar modda almashinuvi, ya'ni massaj bo'lar ekan. Massaj bo'lgandan keyin o'sha joyda qon aylanishi yaxshilanar ekan. Kim sog'lom bo'lishni xohlamaydi? Hamma xohlaydi, to'g'rimi? Bitta mana shu korreksion stilka bilan umurtqa pog'onangiz rostlanar ekan. Oyoqdan uchidan boshlaydigan bo'lsak, mana valgus. Juda hozir ko'pchilikda valgus kasalligi ko'paygan, varikoz kasalligi bor, artrit bor, artroz bor, suyak yemirilishi ko'p. Davosi yo'q, topisha olmayapti. Kalsiy ichasiz, boshqa qilasiz, jigaringizga zarari bor, dori-darmon ichadigan bo'lsangiz, mana shu narsani o'zi mo'jizakor ta'sir ko'rsatadi, yordam beradi. Ginekologiyadan juda zo'r rezultat oldik. Hayz sikli tiklandi. Qabziyat yo'qoldi o'rtoqlar. Mana bu pochkadan natijalar oldik, organizmdan ortiqcha tuzlar haydalishni boshladi. O'shanga qarab, mana stilkamiz rangini ko'ryapsiz, mana bu o'zgarishlar bo'ladi. Hammada har xil. Sizni organizmingizda qanaqa holat bo'lsa, o'sha narsani ko'rsatib beradi. Har doim massaj bo'lish natijasida har bir organ sistemangizni faoliyati tiklanishga yordam berar ekan. Artrit, artroz, позвоночник грыжа, valgus, plaskostopiya, даже уже katta yoshdagi insonlarda ham plaskostopiyani davolamasangiz, o'shani oldini olmasangiz, juda ko'pchilik kasalliklarga sabab bo'lyapti. Oxirgi versiya qandli diabetni kelib chiqish sababi ham mana shu plaskostopiyadan degan versiyalar hozir chiqyapti-da. Demoqchi bo'lganim, bu mahsulot haqiqatdan har bir ayol uchun, erkak uchun, harakatchan, mana fiziki mehnat qiladigan, stroykada ishlaydigan, masalan, yigitlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol olib foydalanib, sog'lig'ini tiklashga yordam beradi. Kun davomida sizga energetika beradi bu. Charchoqingiz yo'q qiladi. Birinchi taqqan kuningiz, taqqalar biladi, mazza qilib chaqaloqda uxlaysizlar. Mana shu mahsulot asabni tinchlantiradi. Ruhiyatingizga даже ta'sir qiladi. Mahsulotimiz nima uchun? Ruhiyatimiz og'riqdan charchab ketgan. Mana shu hali kasalliklardan bezor bo'lib ketgan. Uyqumiz joyida bo'lmasligi natijasida endi qaranglar. Mana buni rangi qorayadi, demak siz organizmingizda
buyraklar ishga tushyapti. Pochkadan ortiqcha tuzlar, butun organizmdan tuzlar haydaladi. Rangi jigarrang to'q bo'ladi, oshqozon-ichak trakti faoliyati. Qabziyatdan xalos bo'lasiz. Rangi ozgina mana bunaqa oq-oq, qizil-qizil bo'lib qoladi. Bu yurak qon tomir sistema, postoyanli qon bosimi bilan yuradigan insonlarga bemalol tavsiya qilish mumkin. Rangi oq bo'ladi optik kasalliklarda. Oq rangni faqat ko'rganimiz yo'q, lekin qolgan hamma ranglarni mana shu yerda ko'rdik. O'sha insonlardagi o'zgarishda mana natija. Mana 3 yil davomida faoliyat yurgizayotgan bo'lsak, umuman e'tiroz bo'lmadi.